Assalomu alaykum. Tinchlikmi, nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Keling. Nafas mashqini bajarayotgandim. Qani? Yo'q, hammasi joyida. Xo'sh, nima muammo qilyapsiz? Erim jonimga tegib ketdi. Aytganimni qilmayapti. Eringiz bormi o'zi? Tushunmadim. Bizda shu ham yo'q. Mayli. Yo'q. Hozir. Google. Hozir. Bilasizmi? Eringiz siz aytganingizni qilish uchun siz har kuni sahar turishingiz kerak. O'zingizga qarab, chiroyli bo'lib, nonushtalar tayyorlab, farzandlaringizni bog'chaga, maktabga kuzatib, keyin eringiz kelgandan keyin ham mana shunday chiroyli viqor bilan, go'zallik bilan o'zingizga oro bergan holatda kutib olishingiz kerak. Kerak bo'lsa, ertamangacha massaj qilishingiz kerak. Erim nima so'rasam olib bermayapti menga. O'zi nima berish kerak eringiz sizga? Erimdan mers olib berishini so'radim. Mers? O'zi eringiz qanaqa bo'lishini biladi? Menga mers olib bermayapti. Ammo o'zida Cobalt bor. O'zida Cobalt menga, lekin mers olib bermaydi. Cobalt'ing. Bilasizmi senim? Eringiz sizga mashina berish uchun siz avvalo eringizga kamida 3 ta farzand tug'ib berishingiz kerak. O'g'il farzand. Keyin aytganimdek soat 6 da turib, eshiklarni supurib, eringiz kiyimlarini dazmollab, eringizni shunday chiroyli qaruv bilan ishga jo'natishingiz kerak. Bo'ldi, kerak emas gelik. O'zim velik bo'lib qolaman. Xo'sh, yana bu ko'yingiz nimalar xohlaydi? Menga отдельный uy so'rasam ham shuni ham olib bermayapti hatto. O'z uylaringiz bormi? Kvartirada. O'ylab oling. Topdim. Dam olishga Antaliyaga ham jo'natmayapti meni. Mers yo'qda tursin. Hozir ozgina o'ylab oling. Xo'sh, eringiz nima ish qiladi o'zi? Erim o'zi taksist. Ha, unda yana nima kutish mumkin?